Qunduz amakining qissalari filmini namoyish etadi. Amakijon bugun yangi qissa o'qib berasiz, ha? Bittasini aytingiz. Yana bitta aytib bering. Ha, haligi sichqonlarni nikoh to'yi haqidagisi bor-ku. O'shanisini, ha? Rejissyorlar Pascal Muro, Jean Cubo, Greg Bailly. Qunduz amaki, nega g'olalarni aralayapsiz? Pechka yoqish uchun. Qishda kunlar juda sovuq bo'ladi. Biz bo'lsak issiq uyda maza qilamiz. Qunduz amaki, bunaqada o'rmondan asar ham qolmaydi-ku. Hech ham bunaqa qilmaydilar, to'g'rimi? Qunduz amaki? Bir janob bo'lgan ekan. Savolga javob bermadingiz-ku? Shoshma, oldin ertakni eshit. Ayta qoling. Ayyor Bernik. Janob Roganyu juda xasis va toshbag'ir odam bo'lib, kambag'allarga zulm qilgan ekan. Agar u qasrdan chiqqudek bo'lsa, butun qishloq xuddi qabristondek sukut olar ekan. Bolalar kravat tagiga berkinishar ekan, dehqonlar bo'lsa, eshik derazalarni berkitib olishar ekan. Hatto mushuglar qochib tomga chiqib ketishardi. Faqat Bernik hech narsadan qo'rqmas ekan. U tulkiday ayyor va juda quvnoq odam ekan. Uni xotini va 3 ta bolasi bo'lib, hech narsadan zoriqmas ekan. Janobni man etganiga qaramay, qorong'i tushgan paytda u o'rmondan o'tin yig'ib kelar ekan. Qara, biz tomonga janob kelyapti. O'g'lim Silven, qozonni o'choqdan ol. Janetta olovga suv sep, sen Berniko cho'g' ustiga sovuq kul sep. Bernik uzun qamchisini olib, Bamayla xotira qozonni savalay boshlabdi. Kulbaga kirgan Roganuning dimog'iga karam sho'rvaning hidi urilibdi. Sho'rvang qaynoq-ku, uni qanday pishirding? Savalab. Olovda pishganchalik emas-u, lekin qalovni topsa qor yonadi deganlar. Oppocha, ishonmayman. Roganu qasrga kirgan zahoti oshxonaga yuguribdi. Qozonlarni o'choqdan olib, qaynab chiqquncha qamchilaylar. Turgan gapki, ovqat sovuqligicha qolaveribdi. U ablah mazaq qilib bizni ustimizdan kuldi. Shu payt Bernikning sigiri og'ilxonadan qochib chiqib, qasr yonidan o'ta boshlabdi. Ana uni gumdon qilinglar. U meni yaylovimga o'tlamoqchi. Kamonchilar o'qizib, bechora sigirni o'ldirishibdi. Terisini shilib, mendan sovg'a deb Bernikka bor beringlar. Qashshoq oila uchun bu og'ir judolik edi. Xafa bo'lmanglar. Ertaga shaharga borib, bu terini ko'nchilarga ancha pulga sotib kelaman. U terini olib shaharga ravona bo'ldi. O'rmondan borayotganda g'ong'ir ovozlar eshitibdi. Bir to'da qaroqchilar o'lja talashayotgan ekan. Qaroqchilar o'lja bo'lishyapti-ku. Sigirni terisini sinab ko'radigan payt keldi. U terini ustiga yopib, shoxlarni peshonasiga tushiribdi va vahima solib, qaroqchilar ustiga bostirib boraveribdi. Yo tavba, shayton kelyapti. Qaroqchilar to'g'ri kelgan tomonga urra qochishibdi. Bir zumda qoralari o'chibdi. Bernik xazina tepasida bir o'zi qopdi. Bu bebaho xazina bo'lib, sandiq turli xil oltin tangalarga liq to'la edi. Buncha ko'p boylik hatto qirol xazinasida ham yo'q. Bernik tangalarni sanab o'tirmabdi. Silven, qaznoqdan qopni ol. Janetta zambil g'altakni sudra. Sen onasi menga aravani itarishib orasan. Hammalar yugurib yelishibdi. Saldan keyin ular o'rmonga yetib borishibdi. Yana chorak soatdan keyin xazinani uyga olib kelib, chordoqdagi pahol tagiga kirgizishibdi. Qo'shnilar hech narsa sezishmabdi. Endi Bernik oilasi uchun yangicha hayot boshlanibdi. Dastavval ozg'in sigir o'rniga semiz sigir ketdi. Undan keyin cho'chqacha, keyin tovuqlar va quyonlar paydo bo'ldi.
Bernik qo'shinlarda shubha uyg'otmaslik uchun ishga qatnab turibdi. Lekin u barvaqt qaytadigan va uyda kechgacha bolalari bilan gurunglashadigan bo'pti. Ular birgalikda qo'shiq aytib, o'yinga tushib, vaqtcholik qilishar ekan. Qiziq erta ekan, lekin siz savolga javob bermadingiz-ku. Qanaqa savol? Daraxtlar kesilsa o'rmon nima bo'ladi? O'rmon biz uchun juda zarur. Uni har qanday yo'l bilan asrash lozim. Siz uni juda avaylaysiz. Albatta asrash kerak. O'rmonni asrash yo'lini bilasizlarmi? O'rmonni asrash uchun daraxtlarni o'sishiga imkon berish kerak. U yerda olov yoqmaslik kerak. Urug'unib chiqishga sharoit yaratish kerak. To'g'ri aytyapsizlar, bularning hammasi o'rmonni asrashga yordam beradi. Siz daraxtlarni kesibsiz-ku. Qurib qolganini kesaman. Bu bilan o'rmonning rivojlanishiga imkon yarataman. Baliq ham shunaqa. Qanaqa baliq? Daryodagi baliq-da, to'g'rimi Qunduzam aka? Agar daryodagi hamma baliq tutilsa, unda baliqlar qirilib ketadi-ku. To'g'ri, daryoni baliqsiz qoldirib bo'lmaydi. Bernik esingizdami? Uning o'tin yig'ishga haqqi yo'q edi, lekin baliq ovlashi mumkin edi-ku. Yo'q, mumkin emasdi. Qurumsoq Raganu uni hatto daryoga cho'ktirmoqchi ham bo'lgan ekan. Aytib bering. Ayta qoling. Baliqlar qirolichasi. Johil, xasis va ahmoq Raganu kambag'al Bernikni sira ko'ra olmasdi. Tavba, sigirni o'ldirib, go'shtini berman bo'lsam ham, Bernikni parvoyi falak. Ertaga kech uni uyida quvnoq qo'shiq, kulgi yangragan. Raganu Bernikni o'z qasriga chaqirtiribdi. Shuncha boylikni qayoqdan olding, muttaham? Uyingda doim o'yin kulgi. Zot oliylari, sigirimni terisi boylik keltirdi. Yana meni laqillatmoqchimisan? Men seni o'ylaganlardan emasman. Gapim rost, zot oliylari. Qurumsoq quloqlariga ishonmabdi. Og'ilxonamda shuncha sigir yem semir yotibdi. Turgan bitgani qurbat. Hamma sigirlarni so'ydiraman. Shu zahoti sigirlar so'yilib, terlari shirinibdi va aravaga ortilibdi. Bozorga borib har birini 100 EQdan sotinglar. Xizmatkorlar qo'shiq aytib shaharga jo'nashibdi. Kechqurun esa ular xomush qaytib kelishibdi. Terilarni biz aytgan narxga hech kim olmadi. Yana mazax qilishdi. Yana sizni kalaka qilib yeramas. Darhol Bernikni tutib qolib kelinglar va daryoga oqizinglar. Ikki navkar Bernikni qopga solib, uzun tayoqqa osibdi-da daryo sari yo'l oldi. Yo'l uzoq bo'lgandan tayoq navkarlarning yelkalarini ezibdi. Og'izlari qurib, tillari osilib qoldi. Qara, mayxona qitday otib olamizmi? Aqlinga qoyilman. Charchab ketdik. Uni shu yerda qoldiramiz. Hech qayerga keta olmaydi. Bernik shuncha urinsa ham qopni hech yirta olmabdi. Shu payt g'ildirak ovozi eshitilibdi. Bernik ish boshqaruvchining ovozini tanibdi. Cho, Endi nima qilaman? Axir malikaga uylanishni xohlamayman-ku. kim bu? Kim gapiryapti? Bu men Bernikman. Qirol meni o'z qasriga olib borishni buyuribdi. U qirolga kuyov bo'lar ekanmi? Munosib kuyov topish uchun uzoqqa borish kerak emas. Mana masalan, men borman-ku. Unday bo'lsa, janob, o'rnimni egallang. Sizni qirol huzuriga olib ketishadi. Ish boshqaruvchi qopni yechib jon deb Bernikni o'rniga kirib olibdi. Qopni og'zini mahkamroq bog'la. Xotirjam bo'ling, lekin yo'lda g'ing deya ko'rmang. Ovozingizni tanib qolishadi. Unaqa ahmoq emasman. Sen aravadagi unni qasrga olib bor. Birozdan so'ng navkarlar chiqib, qopni ko'tarishibdi-da, olib borib daryoga uloqtirishibdi. Bernik bo'lsa qasrga yo'l olibdi. Yana qayg'urdan chiqding kasofat. Sen suv tagida eding-ku. Ha, o'sha yerdan kelyapman, zot oliylari. Mana baliqlar qirolichasi sizga bir arava un berib yubordi. Nimalar deb jo'rayapsan? Baliqlar qirolichasi? Ha, o'sha zot oliylari. U sizga yana ancha sovg'a yubormoqchi. Qanaqa sovg'a gapir? Chiroyli oq ot, o'yma naqshli oltin shamshir va 3 ta tozi it. Olib kelaverish kerak edi, ahmoq. Sen meni shuncha boylikdan judo qilding. Hali ham kech emasdir, ha? Qanay? U yoqqa qanday borsa bo'ladi?
Zot oliylari, navkalaringiz meni eng qisqa yo'ldan jo'natishuvdi. Ha, yaxshi, ketaver. Lekin bilib qo'y, agar aldaydigan bo'lsang, seni dorga ostiraman. Shunday deb u darhol ko'prik tomon yo'l oldi. Xizmatkorlarga meni qopga solib tezroq daryoga tashlanglar deb buyuribdi. Ular jon-jon deb buyruqni bajarishibdi. Raganu baliqlar qirolichasi bilan uchrashganmi yo'qmi buni hech kim bilmaydi. U butunlay g'oyib bo'libdi va hamma yengil tortib quvonibdi. Keyin odamlar o'tin terishgandir, ha? Daryoda baliq ham tutishgandir. Endi ular hech kim daryoga otmas edi-da. Kelinglar bolalar, o'tinlarni o'to'xonaga olib kirib taxlaylik. Xo'p bo'ladi, Qunduz amaki. Keyin baliq tutamiz. Mayli. Menimcha baliqlar bemalol yuraverishlari mumkin. Nega unday deysan? Nega desangiz, ularning biror marta baliq tutganini ko'rmaganman. Voy, mana ko'rasan, qarashtirib tashlaymiz.